Meni musofir yurtga yaxshi niyatda kelgan qora ko'z aka-ukalarim, opa-singillarim, qachongacha bu holat davom etadi, ha? Назарова Mahbuba 13. Очередda turgan insonlar, shuncha inson patent olgani kelgan. Hamma bir yaxshi niyatda kelgan. Mana shu videoni ko'rib, mana shu bugun, mana shu qatorimizda turgan aka-ukalarimiz kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Kim nima niyatda kelgan bo'lsa, tezroq niyatiga yetib ketsin. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. O'zbekistonni nima deydi? Yoshlar qo'lida deydi, yoshlar deydi, Rossiyada deydi-ku, bir maqol bor edi, xullas qalom. Sizlar meni tushundilaring. Nima demoqchi bo'lganimni. Qora ko'zlar mana shu qarab o'tiribdi. Yosh kattasi ham bor, yosh kichkinasi ham bor. Xullas qalom. Amon. Hamma bir niyatda kelgan. Patent olish kerak, ishlash kerak, ketish kerak. Kimdir to'y qiladi, kimdir uylanadi, kimdir qizini erga beradi, kimdir ota-onamni hajga jo'nataman deb kelgan. Kommentariyaga yozib qoldiramiz. Ko'proq like bosib tarqatamiz shu videoni.